Hayotining ilk kunlaridayoq og'ir sinovga duch kelgan 5 kunlik chaqaloq. Qumqo'rg'on tumanida tug'ma kasallik bilan dunyoga kelgan kichkintoyga respublika darajasida murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Eng muhimi 25 million so'mlik tibbiy xizmat xarajatlari davlat tibbiy sug'urtasi tomonidan to'liq qoplab berildi. Bu holat davlat tibbiy sug'urtasining inson hayotini asrashdagi imkoniyatlarini yana bir bor namoyon etdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Hayot uchun kurash ba'zan insonning ilk nafasi bilan boshlanadi. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida dunyoga kelgan chaqaloq O'zbekistonda davlat tibbiy sug'urtasi imkoniyatlaridan foydalangan eng yosh bemor sifatida qayd etildi. U tug'ilganida atigi 5 kun bo'lgandayoq unda xastalik qayd etildi. Tibbiy xulosalarga ko'ra, ona qornidagi infeksiya ta'siri oqibatida chaqaloqda og'ir tug'ma nuqson, ichak teshilishi yuzaga kelgan. Bu esa uning hayotini xavf ostiga qo'ygan edi. Vaziyatning murakkabligi sabab shifokorlar zudlik bilan harakatga o'tdi. Respublika darajasidagi yuqori malakali mutaxassislar ishtirokida chaqaloqqa murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, sun'iy ichak oqmasi shakllantirildi. Har bir daqiqa g'oyat muhim bo'lgan ushbu operatsiya kichik bemorning hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Bizga bu bemor kasallikning eng og'ir darajasi 3-bu darajasi bilan kelgan, peritoneal tashxisi bilan yotqizilgan. Bemorga laparotomiya operatsiyasi o'tkazilgan. Bemorimiz ancha umumiy ahvoli yaxshilangan. Dinamikamizda ancha stabillashgan deymiz. Bemor hozirda nazoratda turibdi. E'tiborli jihati shundaki, qiymati qariyb 25 million so'mni tashkil etgan mazkur yuqori texnologiyali tibbiy xizmatning barcha xarajatlari davlat tibbiy sug'urtasi mablag'lari hisobidan to'liq qoplab berildi. Bu esa oilaning og'ir moliyaviy yukini yengillashtirib, asosiy e'tiborni farzand salomatligiga qaratish imkoniyatini berdi. Juda og'ir ahvolda edi. Operatsiya qilib, hamma xarajat davlat tibbiy sug'urta jamg'armasidan bo'ldi. Biz kutmagan edik-da bu narsani. Yo'llanma orqali hammasi tez hal bo'ldi. Shifokorlardan minnatdormiz. Avvalo prezidentimizdan shunchalik sharoit yaratib berganidan. Hozirda chaqaloq shifokorlar nazorati ostida, uning ahvoli barqaror va yaxshi baholanmoqda. Ayni paytda keyingi bosqich jarrohlik amaliyotiga tayyorgarlik ko'rilmoqda.